Sedat Bekir, Turkiya va butun Yevrosiyo mintaqasida tanilgan eng bahsli va agressiv shaxslardan biri. 1971-yil 26-iyunda Sakariyada tug'ilgan Bekir o'smirlik davridayoq jinoyat olamiga kirib kelgan. 1990-yillarda Istanbulda tashkil topgan guruhlarni birlashtirib, o'z nomi bilan ataluvchi qudratli jinoiy tuzilma yaratdi. U qurolli to'qnashuvlar, reketchilik va noqonuniy savdolar orqali tezda boyib, o'zini millatchi mafiyos sifatida tanitdi. Unga qarshi ochilgan birinchi yirik ish 1998-yilda bo'lib, sud qarori bilan 8 yil va 6 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Biroq 2005-yilda muddatdan avval ozod qilindi. Bekir nafaqat jinoyat olamida, balki siyosat va biznesda ham ta'sir o'tkazgan. U o'zining ommaviy nutqlarida millatchilik, davlatga sodiqlik shiorlarini ko'tarib chiqqan va ba'zi siyosiy kuchlar bilan yaqin aloqada bo'lgan. 2016-yilda 100 minglab odamlar yig'ilgan mitinglarda chiqish qilib, qon to'kilishi bilan tahdid qilgani uchun tanqidga uchragan. 2020-yilda esa Dubayga ko'chib o'tib, YouTube orqali e'lon qilingan video seriyalari bilan butun Turkiya siyosiy sahnasini larzaga keltirdi. U yuqori lavozimli amaldorlar, sobiq ichki ishlar vazirlari va biznesmenlarni korrupsiya, giyohvand moddalar savdosi va qotilliklarda aybladi. Moliyaviy jihatdan Bekir turli manbalarga ko'ra ko'chmas mulk, logistika va xorijdagi kompaniyalardan yirik daromad olgan. Uning boyligi taxminan $70 million atrofida baholanadi. U yashirin aktivlarni, shu jumladan xorijiy bank hisoblarini ishlatgani aytiladi. Bekir o'zini xalq uchun kurashuvchi sifatida ko'rsatishga uringan bo'lsa-da, u bilan bog'liq jinoyatlar ro'yxati, noqonuniy qurollar savdosi, uyushgan jinoyatchilik, bosqinchilik va shantaj uning nomini Turkiya mafiyasi bilan tenglashtirdi. Sedat Bekir bugun ham Turkiyada eng ko'p muhokama qilinadigan shaxslardan biri bo'lib qolmoqda. Uning chiqishlari va oshkor etgan faktlari siyosiy muhitga katta bosim o'tkazdi va u hanuzgacha ham dushmanlari ham tarafdorlarini birdek qo'zg'atadi.